Assalamu alaikum. Benim ismim Turgun, familiyam Himit, Turgun Himit. Ben Şveysariyanın Stockholm'da yaşayman. Kaygılı 14 yarım yıl oldu. Özem vatanımız Şarkı Türkistan'ın Şayar nahiyesi, Yanımer yezisi Qo'shko'rlik kentida 16 Qoro'da tug'ilib shu yerda yashab cho'ng'igan. Men hozir ikki qarindoshim, ya'ni bir akam, bir acham to'g'risida guvohlik bermoqchiman. Akam 1975 yil 12-oy tug'ilgan, ismi Qurbon Himit, o'ltirishliqi Shayar nahiya Yanvar yezisi Qo'shko'rlik kenti 16 Qoro'da, ya'ni bir oila yashaydik. Onun kasbi yog'ochchilik kasbi, qo'shimcha kasbi o'zi dehqonchilik qilgan. To'y qilgan 3 bolasi bor. Akam 2015-yili 3-oy atrofida tutilib ketdi. Ardından 2 oydan keyin 13 yillik kesib o'tdi. O sababi shu ayolniki yuzini yapqanligi uchun 7 yillik ve o'zining balasiga Qur'on o'qishni o'rgatganligi uchun 5 yillik kesib o'tdi. Onun başka hech qanday bir jinoyat yo'q. Ikkinchisi mening cho'ng acham, ismi Aysham Himit. O 1963-yili tug'ilgan. Hozir taxminan 58 yosh atrofida. O yo'ldosh bilan ajrashib ketib, tul yashaydi. Kasbi mashinchilik, ya'ni sayponlik qiladi. Ondan keyin tijorat qildi. Urumchidan kiyim-kechak olib, shayoq olib, do'kon ochib, shu tijorat bilan shug'ullangan. Oxirgi vaqtlarda oshxona ochgandi. Ya'ni bir 3-acham bilan birlashib oshxona ochib yurgan. Bilishimcha 2017-yili Saçlardan tutulup ketib 7 yillik kesib o'tdi. Onun jinoyati nima sababdan tutildi? Onu aniq bilmayman. 58 yosh kirgan bir ayolniki, ya'ni to'l bir ayolniki nima jinoyat o'tkazishi bu aqlga sig'maydi, aql qabul qilolmaydi, aqlda bir odamniki. Ondan boshqa 3 acham bor. Ularningki hayotmi yoki yashayotmi yo o'lib ketdimi? Hayat olsa nerede? Hiç kadar izleri yok. Ben hazır ailemden aloqa qilmag'ili 4 yildan oshdi. En oxirgi vaqt telefonni ko'rishganim 2015 11-oyda ko'rishgan. Ondan keyin ko'rishmoqmidim. Ya'ni mana shu munosabat bilan xalqaro kishilik huquq tashkiloti, xalqaro kechirim tashkilotlari va har qaysi organlarniki bu masalani jiddiy jiddiy tutib, Xitoyningki vatanimizda elib berayotgan qirg'inchilikni, irqiy qirg'inchilikni tugutish va u yerga bo'lgan zulmni tez pat yaqinda tugutish uchun bir jiddiy harakat o'tishga chaqiriq qilaman.